Assalomu alaykum. Opa qalaysiz? Yaxshiman. Yaxshimi? O'zingiz yaxshi qilyapsizmi? Bugun operatsiya ekan. Mana Xudo xolasa Alloh sinov ekanda aka. Inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizdan ham. Alloh Siz yordam qildingiz, tanajoningiz sog' bo'lsin. Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat. Sinlarsiz olib ketgani kelibdi mana qarang. Ulab qo'yishibdi-yu. Sinlarim o'ta yaxshi qilishdi. Duoda bo'lib turasizlar. Onga inshaalloh operatsiyalardan sog'-salomat chiqib olsinlar. Biz Fortis klinikasida, Noydada joylashgan Fortis klinikasidamiz. Hozir doktor Yurevich opamni o't yo'lidagi muammolarini hal qilish uchun operatsiya qiladilar. Kuzatib turasizlar. Duoda bo'lasizlar opamga. Opa, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Yashang, o'zingiz olasiz. Aka. Halashib qo'yapsiz opa bilan. Allohga omonatsiz. Inshaalloh eson-omon chiqib qoling operatsiyalardan. Rahmat. Yaxshi o'tirib turinglar. Duodamiz. Akam o'zlari treyler bildirib kuzatib oldilar mana opamni. Allohga omonatsiz. Kuzatishda davom etinglar, tan joylar sog' bo'lsin, duoda bo'linglar. Ilohim opam sog'-salomat chiqib olsinlar, operatsiyalar yaxshi o'tib, inshaalloh yorimiz bilan O'zbekistonga borish nasib qilsin. Hammalardan duo qilishni so'rab qolamiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar.